20-iyul birinchi smena savollar tahlilini boshlaymiz. Birinchi savol: ABCD kvadrat. Xo'p, ichida demak bir-biriga urinuvchi 4 ta aylana va ular o'rtasida yana bitta kichkina aylana berilgan. Kichkina aylananing radiusi 4 - 2 ildizosti 2 ga teng bo'lsa, D nuqtadan kichik aylanagacha bo'lgan eng qisqa masofani topish so'ralgan. Xo'p, ana endi mana bu joyni tutashtirsak, mana bu masofam r bo'lganini hisobiga bu ham r ga teng chiqadi. Va mana bu yoqni ham tutashtiradigan bo'lsak, bu ham r ga teng. Mana bu masofamiz, ya'ni buni n nuqta deydigan bo'lsak, mana bu yoq 90 r kvadrat plus r kvadrat barobar on n kvadrati. On ni kvadrati teng demak 2r kvadrat. On ni o'zi shunda chiqadi bizda ildizosti 2r. Ya'ni mana bu masofamiz ildizosti 2r ekan. Bu ildizosti 2r lik masofamiz bizda mana bu joygacha katta r, bu yog'i demak kichkina r. R plus r ga teng ekan. Ayirish qilib o'tsak, ildizosti 2r minus r barobar kichkina r ga r ni topadigan bo'lsak, kichkina r taqsim ildizosti 2 minus 1. R ni o'rniga demak 4 minus 2 ildizosti 2 ni qo'yaman, taqsim ildizosti 2 minus 1. Suratidan 2 ildizosti 2 ni olib chiqadigan bo'lsak, qasddan tashqariga ildizosti 2 minus 1 qoladi, taqsim ildizosti 2 minus 1. Ular qisqaradigan bo'lsa, demak 2 ildizosti 2 chiqadi. Ana endi bizda demak mana bu katta aylananing radiusi 2 ildizostida 2 ga teng ekan. Endi bu chizmamizni o'chiramiz, yana qaytadan chizma qilamiz. Xo'p, mana bu yo'lgacha tutashtiraman. Bu demak bizda 2r ni beradi. Bu taraf pastda D gacha bo'lgan joyi ham 2r. Shunda O bilan D ni tutashtiradigan bo'lsak, OD masofam Pifagor qiladigan bo'lsam, 2 ildizostida 2r bo'ladi. Mana bu joyi kichkina r ga teng bo'lgani uchun bizdan so'ralgan kesmamiz mana bu. Mana bu L so'ralgan bizdan. Bu so'ralgan L kesmani topish uchun 2 ildizosti 2r dan, ya'ni OD dan kichkina r ni ayirib tashlaymiz. 2 ildizosti 2 r ni o'rniga yana 2 ildizosti 2 minus kichkina r ni o'rniga 4 minus 2 ildizosti 2 qo'yamiz. Demak bu 8 minus 4 plus 2 ildizostida 2 bo'ladi. Demak javobimiz 4 plus 2 ildizosti 2 ga teng chiqar ekan. Demak to'g'ri javob B kalit bo'ladi birinchi savolda. Keyingi ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi tenglamamizda demak birinchi qiladigan ishimiz kosinus x ni belgilab olamiz a sifatida. Shunda bizda hosil bo'ladi 7 taqsim a kvadrat minus 1 taqsim a minus 6 barobar 0. Va shart qo'yaman, kosinus x ya'ni a teng emas 0 deb umumiy makhraj berib yuboraman. Bunga bittadan, bunga a tadan, bunga a kvadratdan, bunga ham a kvadratdan. 7 minus a minus 6 a kvadrat barobar 0. 6 a kvadrat plus a minus 7 barobar 0. Minus 1 ga ko'paytirsak, diskriminant qiladigan bo'lsak, ana endi 1 plus 168 bo'ladi. Bu 169 chiqadi. A1 2 ni topadigan bo'lsak, minus 1 plus minus 13 taqsim 6 kere 2 bo'ladi, 12. Plusligini olsak 12 taqsim 12 bo'ladi, bu 1. Minusligini olsak minus 14 taqsim 12 bo'ladi. A sifatida biz kosinusni belgilaganmiz. Kosinusni qiymati minus 14 taqsim 12 bo'la olmaydi. Bu birdan katta son. Demak faqat bitta yechim qoldi bizda. Kosinus x barobar 1. Bizdan minus 4 pi 5 pi taqsim 2 oraliqdagi ildizlar soni so'ralgan. Chizma qila olsak menimcha osonroq bo'ladi. Demak birlik aylanada kosinus 1 bo'ladigan nuqtamiz mana shu nuqta. Ya'ni bu 0 nuqtani o'zi. Ana endi minus 4 pi dan demak 2,5 pi gacha, demak birinchi yechimim 0 ni o'zi. Birinchi o'ngga aylantiraman. Bir marta aylanganimda 2 pi ga keladi. Keyingi yechimim 2 pi.
2,5 pi mana bu yoqda tugaydi. 0 dan 2,5 pi gacha bo'lgan joydagi yechimlar shular. Endi buni bu tarafga qarab aylantiradigan bo'lsak, manfiyga qarab ketamiz. Minus 2 pi bo'ladi bir marta aylantirsam, ikkinchi marta aylantiradigan bo'lsam minus 4 pi bo'ladi. Demak bizda 4 ta yechimga ega bo'lar ekan bu tenglamamiz. Demak to'g'ri javob B kalit bo'ladi. Ikkinchi savol. Navbatdagi 3-savol tahliliga o'tamiz. Quyidagi chizmadagi ma'lumotlardan foydalangan holda noma'lum x burchagining qiymatini toping deb savol berilgan bizga. Demak, mana bu yoqdagi 14 graduslik burchakning yonidagi burchagini alfa deb olsam, menda mana bu yoqdagi hosil bo'ladigan 3 ta burchak 180 bo'lishi kerak. Ya'ni alfa qo'shilgan 14 qo'shilgan 90 barobar 180 gradus chiqadi. Xo'p, bu ikkalasi 104 gradus bo'lsa, alfani topish uchun 180 gradusdan 104 gradusni ayirib tashlaymiz. Demak, alfa barobar 76 gradus chiqadi alfani qiymati. Ana endi bu tarafdagi mana bu ikkita burchagimiz, ya'ni x va 76 lik biz topgan burchak qo'shni burchaklar. Demak, x ga 76 ni qo'shadigan bo'lsak, yana 180 gradusga teng chiqadi bu. X topish uchun 180 dan 76 ni ayirib tashlaymiz. Demak, x ning qiymati bo'ladi 104 gradus chiqadi. Demak, to'g'ri javob C kalit bo'ladi 3-savolda. Keyingi 4-savolga o'tamiz. 4-savolda hisoblang degan. Demak, birinchi noto'g'ri kasrga aylantirib chiqamiz sonlarimizni. 25 taqsim 7 bo'lingan 3 taqsim 2 ko'paygan 7 taqsim 5 bo'lingan 2 taqsim 9. 25 taqsim 7 ko'paytirilgan 2 taqsim 3 ko'paytirilgan 7 taqsim 5 ko'paytirilgan 9 taqsim 2 hosil bo'ladi. Ana endi qisqartiramiz. Demak, 5 bilan 25 5 ga qisqartiraman bittadan, bunga 5 tadan. 7 bilan 7 ni 7 ga qisqartiraman bittadan. 2 bilan 2 ni 2 ga qisqartiraman bittadan. 3 bilan 9 ni 3 ga qisqartiraman bunga bittadan, bunga 3 tadan. Demak, bizda javob bo'ladi 5 ko'paytiruv 3 15 chiqadi. To'g'ri javob A kalit 4-savolda. Keyingi 5-savol. Sinfda o'g'il va qiz bolalar birgalikda 45 nafar o'quvchi tahsil oladi. Shundan 27 tasi o'g'il bola, qolgani qiz bolalar. Sinfdagi o'quvchilarning necha foizini qiz bolalar tashkil qiladi degan. Demak, 45 tadan 27 tani ayirib tashlaydigan bo'lsak, bizda qizlar soni 18 ta bo'ladi. Ana endi qismda qancha bo'ladi? 45 dan 18 qismi qizlar. Bir butun sinfim 100% bo'lsa, shuni 45 dan 18 qizlar. Shuni hisoblaymiz ana endi. Demak, 9 ga qisqartiradigan bo'lsak, 2 ta bu 5 ta. 2 ko'paytirilgan 100 ni 5 ga bo'lamiz. Demak, 100 ni 5 ga bo'lsak 20, 2 ga ko'paytirsak 40 chiqadi. Demak, qizlar butun sinfdagi o'quvchilarning 40% ni tashkil qiladi. To'g'ri javob D kalit bo'ladi. Keyingi savolga o'tamiz. 6. Tenglamani yeching degan. Demak, proporsiya qilamiz. 5 minus x ni 2 ga ko'paytmasi 4 ni 1 ga ko'paytmasiga teng. 10 minus 2x barobar 4. 2x topsak 10 dan 4 ayirib tashaladi. 2x teng 6. X topish uchun 6 ni 2 ga bo'lamiz. Demak, x barobar 3 bo'ladi. To'g'ri javob C kalit. Keyingi 7-savolga o'tamiz. Quyidagi butun sonlardan qaysi biri 0 dan kichik degan. Demak, hisoblaydigan bo'lsak, minus 14 minus 3 bo'ladi. Minus 17. Ikkinchisi minus 2 ni minus 7 ga ko'paytiraman. 2 ta manfiy bo'lgani uchun bu musbat minus 3 bo'ladi. Demak, 11 chiqadi. Keyingisi 7 kara 3 mana bu 2 plus 21 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bu 42 bo'ladi. Oxirgisida demak 14 plus 3 bo'ladi, bu 17 chiqadi.
0 dan kichik bo'ladigani demak A javobdagisi to'g'ri javob A kalit bo'ladi. Keyingi savolga o'tamiz. 8. Oilada otaning 2 o'g'il hamda 1 qiz farzandi bor. Otani yoshi 41 da, katta farzandi 13 da, qizi 10 da, eng kichigi 6 da. Necha yildan keyin otani yoshi farzandlari yoshlari yig'indisiga teng bo'ladi degan. Demak, x yildan keyin tenglama qilamiz. X yildan keyin otasi 41 plus x yoshda bo'ladi. Xo'p, katta o'g'li demak 13 plus x yoshda. Xo'p, qizi 10 plus x yoshda bo'ladi va eng kichkina farzandi 6 plus x yoshda bo'ladi. Otani yoshi farzandlar yoshlari yig'indisiga teng bo'lsin degani uchun mana bu uchalasini qo'shamiz va 41 plus x ga tenglashtiramiz. Demak, 41 plus x barobar demak 29 plus 3x. 3x ni yoniga x ayirish bo'lib o'tadi, 41 ni yoniga 29 ayirish bo'lib o'tadi. 2x barobar 12 bo'ladi. X topish uchun 12 ni 2 ga bo'lamiz. Demak, x teng 6 yil chiqadi. 6 yildan keyin ular yoshlari tenglashadi yig'indisi. Demak, C kalit bo'ladi 8. 9 ga o'tamiz. Navbatdagi 9-savol. Kub hajmi 8 cm kub bo'lsa, u holda kubning barcha qirralar uzunliklari yig'indisini toping degan. Demak, kub qirrasini uzunligini demak A ga teng deydigan bo'lsak, uni hajmi A ko'paygan A bo'ladi. 8 ekan. Demak, kubi 8 bo'ladigan son 2, demak qirrasini uzunligi 2 cm. Barcha qirralar uzunliklari yig'indisi so'ralgan. 12 ta qirrasi bor va har bittasi A ga teng. Demak, 12 A bo'ladi barcha qirralar yig'indisi. 12 ko'paytirilgan 2 demak 24 cm chiqadi javobi. D kalit to'g'ri javob. Keyingi 10-savol. Soddalashtiring degan. Demak, nima qilamiz? Birinchi bo'lib buni noto'g'ri kasrga aylantiramiz. -7 taqsim 8a ko'paytirilgan -8 taqsim 7b. Ana endi soni bilan soni, harfi bilan harfini ko'paytiramiz. Mana bu ikkitasini ko'paytirganimda ikkita manfidan bitta musbat son chiqadi. 7 taqsim 8 ni 8 taqsim 7 ga ko'paytirsam 1. A bilan B ni ko'paytirsak AB. Demak, to'g'ri javob AB ni o'ziga teng bo'ladi. Demak, A kalit to'g'ri bo'ladi bizda. 10-savolda. Navbatdagi 11-savol tahliliga o'tamiz. 1 metr kub hajmli suvni 4 ta hovuzga necha litrdan quyamiz degan. Demak, 1 metr kubni o'zini oldin litrga aylantirib olamiz. 1 metr kub demak 1000 detsimetr kub bo'ladi. Detsimetr kubga o'tsam 1 detsimetr kubim 1 litr bo'ladigan bo'lsa, bu 1000 litr bo'ladi. 4 ta hovuzga bo'ladigan bo'lsak, 1000 ni 4 ga bo'lamiz. Demak, 250 litr bo'ladi. To'g'ri javob C kalit bo'ladi. Keyingi 12-savol. ABCD to'g'ri burchak berilgan bo'yalgan soha yuzi. Demak, bunda mana buni qilamiz. Men bu joydan bitta bo'laman. Bu joydan bitta bo'lamiz. Mana bu joydan bitta bo'lamiz. Xo'p, biz bilamiz to'g'ri burchak. Mana bu yoqda 4 ta to'g'ri burchak hosil bo'ldi. To'g'ri burchakda diagonali o'tkazilganda uni yuzini teng ikkita yuzaga bo'ladi. Ya'ni mana bu yuzamni S1 deydigan bo'lsam, bu yuza ham S1, bu yuzani S2 deydigan bo'lsam, bu ham S2, bu yuzani S3 deydigan bo'lsam, bu yuza ham S3, bu yuzani S4 deydigan bo'lsam, mana bu yuza ham S4 bo'ladi. Shunda bo'yalganlarning yuzi S1 plus S2 plus S3 plus S4 bo'ldi. Bo'yalganlar bir xil bo'lib qoldi. Bo'yalganlarning yuzi ham S1 plus S2 plus S3 plus S4 bo'lib qoldi. Bundan xulosa qiladigan bo'lsak, mana shu narsa to'g'ri burchakning to'liq yuzasini bersa, bo'yalgan yuzalar yig'indisi demak to'g'ri burchak yuzini yarmini beradi. Demak, bu taraf 8 plus 6 bo'ladi.
ikkinchi tarafi 4 ko'paytirib 2 ga bo'lamiz. Xo'p, 14 ko'paytirilgan 4 taqsim 2. 14 kere 2 bo'ladi. Demak, to'g'ri javob 28 chiqadi. B kalit bo'ladi. 12-savol javobi. Keyingi 13-savolga o'tamiz. Tomoni 6 ga teng bo'lgan ABCD kvadrat berilgan chizmadagi ma'lumotlarga ko'ra BKL uchburchak yuzini toping deb savol berilgan. Demak, bu yerda kvadratning tomoni 6 bo'ladigan bo'lsa, mana bu masofalarimiz 3 dan bo'ladi. Keyin bu yoqdan diagonalni o'tkazamiz. BD. Shunda bizda mana bu yoqda teng 2 ga bo'ladi. Ya'ni mana bu yuzasini S deydigan bo'lsam, bu yuza ham menda S ga teng bo'ladi. Va mana bu joyda mana bu ikkalasini tutashtiradigan bo'lsak, bizda mana bu yoqda ADC uchburchakning o'rta chizig'i hosil bo'lib qoladi. Ya'ni AD 6 bo'lsa, bu 3 ga teng. Bu tarafi 6, mana bu yog'im 3. Endi bizda parallel mana bu yoqda trapetsiya hosil bo'ldi. Mana buni misol uchun N nuqta desak, BNFC trapetsiya. Tomonlar parallel. Bilamiz, qarama-qarshi mana bu ikkitasining yuzi teng. Ya'ni bu S bo'lsa, buni ham yuzi S ga teng. Mana bu ikkalasi o'xshash uchburchak bo'ladi. O'xshashlik qo'llaydigan bo'lsak, tomonlar nisbati 6 ni 3 ga bo'lsam 2 bo'lsa, yuzalar nisbati o'xshashlik koeffitsiyentini kvadrat, demak 2 ni kvadrati bo'ladi-yu 4 chiqadi. Demak, bu yuzani S1 deydigan bo'lsa, mana bu yuzam menda 4S1 bo'ladi va bizda qoida bor, bilamiz. 4S1 ko'paytirilgan S1 teng S ko'paytirilgan S ga. Ya'ni S kvadrat barobar 4S1 ni kvadrat. Ildiz chiqaradigan bo'lsak, S teng 2S1. Demak, bu ham 2S1, bu ham 2S1. Ana endi BNFC trapetsiyada yuzamiz bizda bo'ladi 4S1 plus S1 plus 2S1 plus yana 2S1. Shu bizda demak 6 plus 3 taqsim 2 ko'paygan 3 ga teng bo'ladi. Buni qo'shadigan bo'lsak, demak 9S1 barobar bu yoqni hisoblaymiz. Demak, bu yog'i 9 ko'paygan 3 taqsim 2 bo'ladi. 9 lar qisqaradigan bo'lsa, S1 ning qiymati 3 taqsim 2 bo'ladi. Bizdan so'ralgan demak SBKL yuzamiz. Demak, bu yog'i 2S1, bu yog'i 2S1, umumiy 4S1 ga teng edi. Demak, 4 ko'paygan 3 taqsim 2 bo'ladi. Bu demak 6 chiqadi javobi. Bizda demak 6 degan javob berilmagan. To'g'ri javob 6 bo'ladi. Navbatdagi 14-savolga o'tamiz. Bu savol demak yuqorida ham bajarildi. Buni demak javoblari 4 ta bo'ldi. Demak, qaysilar? Xo'p, 0, 2pi, minus 4pi, minus 2pi bo'ldi. Ya'ni kosinus 1 bo'ladigan nuqtalar bo'ldi. Keyingi savolga o'tamiz. 15-savol. Arifmetik progressiyada A1 ko'paytirilgan A4 ning qiymati 22, A2 ko'paytirilgan A3 ning qiymati 40 bo'lib, A1 0 dan katta, D0 dan kichik shartlar bajariladi. Progressiyaning dastlabki 10 ta had yig'indisini toping degan savol berilgan. Demak, bo'laklarga bo'lib olsak, A1 ko'paytirilgan, demak A4 ning o'rniga A1 plus 3 deb olaman. Barobar 22. Xo'p, ikkinchisiga A2 ning o'rniga demak A1 plus D olamiz. A3 ning o'rniga A1 plus 2D ni qo'yamiz, barobar 40 ekan. Ana endi buni ko'paytirib ochib chiqadigan bo'lsak, A1 ning kvadrati plus 3 A1D barobar 22. Buni ko'paytiradigan bo'lsak, A1 ning kvadrati A1D 2A1D demak qo'shsak 3A1D plus 2D kvadrat barobar 40.
va mana buni o'rniga biz 22 ni qo'yishimiz mumkin. Plus 2d kvadrat barobar 40. 2d kvadrat topsak shu joydan 22 ayrish bo'lib o'tadi va 18 qoladi. 2 ga bo'lsak d kvadrat teng 9. Demak d teng 3 bilan d teng minus 3. Bizda d 0 dan kichik degan shart bo'lgani uchun bu ketdi. D teng minus 3 ni olamiz. Ana endi o'rniga qo'yish orqali a1 ni topamiz. Birinchi tenglikka qo'yamiz. Xo'p, a1 ni kvadrati d ni o'rniga minus 3 qo'ysak, demak minus 9 a1 barobar 22. a1 kvadrat minus 9 a1 minus 22 barobar 0. Demak bu a1 minus 11 a1 plus 2 ga ajraladi barobar 0. Demak a1 barobar 11 bilan a1 teng minus 2 chiqadi. Bizda a1 0 dan katta bo'lgani uchun bu ketdi. Demak 11 ni olamiz. S10 uchun demak bizga A10 kerak. A1 plus 9 d. Hisoblasak demak bu minus 27 bo'lsa minus 16 qoladi. S10 ni topadigan bo'lsak A1 qo'shilgan A10 taqsim 2 ko'paytirilgan 10. 11 dan 16 ni ayiradigan bo'lsak minus 5, bu yoqqa ham yana 5 bo'ladigan bo'lsa minus 25 chiqadi javobi. 15-savol javobi A kalit bo'ladi demak. Keyingi 16-savolga o'tamiz. Aniq integralni hisoblang degan. Demak, chegara pi taqsim 2 dan pi gacha kosinus x taqsim 3 dx bo'ladi. Kosinus boshlang'ichi demak sinus x taqsim 3 ichini hosilasi x taqsim 3 dan hosil olsak 1 taqsim 3 bo'linadi. Demak, bu 3 tepaga ko'paytirish bo'lib chiqadi. Sinus x taqsim 3 chegara pi taqsim 2 dan pi gacha qoladi. Ana endi o'rniga qo'yadigan bo'lsak 3 sinus pi taqsim 3 minus 3 sinus pi taqsim 2 ni qo'yganimda taqsim 3 bilan demak pi taqsim 6 bo'ladi. 3 ildizosti 3 taqsim 2 minus 3 taqsim 2. 3 taqsim 2 ni olib chiqadigan bo'lsak ildizosti 3 minus 1 bo'ladi. Demak, to'g'ri javob A kalit bo'ladi 16-savolda. Navbatdagi 17-savolga o'tamiz. Aniqmas integralni toping degan. Demak, y ni x taqsim ildizosti 10 plus pi y ni x dx so'ralgan bizdan. Integralni mahrajini ildizosti 10 plus pi ko'paygan y ni x-ni a deb belgilay olamiz. U ikki tarafdan hosil olamiz. Demak, bundan hosil olsa ildizostidan o'zgarmas miqdor hosilasi 0. Bu yoqda pi hosiladan tashqariga chiqadi. Y ni x-dan, ya'ni y ni x bo'ladi. dx barobar da. Pi ko'paygan y ni x-ni topadigan bo'lsak da taqsim dx bo'ladi. Y ni x dx topsak da taqsim pi bo'ladi. Endi shuni qaytarib joyiga qo'yamiz. Demak, barobar integral y ni x ko'paygan dx ni o'rniga da taqsim pi qo'yaman, yonida a ham bor. Xo'p, 1 taqsim pi chiqadi integraldan tashqariga. A ni minus birinchisi-yu da hosil bo'ladi. Demak, 1 taqsim a-niki bu ln a bo'ladi. 1 taqsim pi ln a. Ya'ni 1 taqsim pi ln a ni o'rniga biz nimani olganmiz? Ildizosti 10 plus pi ko'paygan y ni x plus c bo'ladi javobi. Sharti ancha bu yoqda xatolik ketgan shartida to'g'rilaymiz. Integral y ni x dx taqsim to'liq ildizda bo'lsin. Mana bu 10 plus pi y ni x bo'lsin. Ana endi menimcha to'g'ri chiqadi. Xo'p. Yana shu 10 plus pi ko'paygan y ni x ni deb belgilab oladigan bo'lsak, hosil olsak ana endi pi ko'paygan y ni x dx barobar da bo'ladi. Bu yerdan
yana ikkinchisi dx topsak da taqsim pi bo'ladi. Ana endi qaytarib joyiga qo'yadigan bo'lsak, integral da taqsim ildiz ostida a ko'paygan pi bo'ladi. 1 taqsim pi chiqadi oldiga. A ni minus 1 taqsim ikkinchisi da hosil bo'ladi bu yerda. Darajasiga 1 qo'shamiz, 1 taqsim 2 va 1 taqsim 2 ga bo'lsak, demak 2 taqsim pi. A ni 1 taqsim ikkinchisi hosil bo'ladi. Demak 2 ildiz ostida a ni o'rniga demak belgilaganimiz qo'ysak 10 plus pi kare y ni ikkinchisi taqsim pi degan javob bo'ladi bu safar. Demak, bizda to'g'ri javob A kalit bo'ladi. Keyingi 18-savolga o'tamiz. Quyidagi tenglama nechta yechimga ega degan. X 2lgx 10x ni o'ng tarafga o'tkazamiz va ikkala tarafini 10 asosga ko'ra logaritmlab yuboramiz. Demak, lgx ni 2lgx darajasi barobar lg 10x. Bu 2lgx oldiga tushsa buni ko'paytirish bo'lib 2lgx ko'paygan yana lgx hosil bo'ladi. Buni yo'yaman. lg 10 plus lgx bo'ladi. Bu degani 1 plus lgx chiqadi. Ana endi lgx ni deb belgilab oladigan bo'lsak, 2a kvadrat barobar a plus 1. Ayirish qilib o'tamiz. 2a kvadrat minus a minus 1 barobar 0. Diskriminant qiladigan bo'lsak, 1 plus 8 bo'ladi, 9 chiqadi. A1 2 ni topadigan bo'lsak, 1 plus minus 3 taqsim 4. Demak, 1 bilan minus 1 taqsim 2. Demak, lgx teng 1, lgx teng minus 1 taqsim 2. Birinchisida demak x teng 10 bo'ladi. Ikkinchisida x teng 10 ni minus 1 taqsim ikkinchisi bo'ladi. 1 taqsim ildiz osti 10 bo'ladi, ikkinchi ildizim. Demak, ildizlar soni so'ralgan, 2 ta ildizga ega bo'ladi bu. Demak, bizda to'g'ri javob C kalit bo'ladi. Keyingi 19-savolga o'tamiz. Markazi O nuqtada va radiusi 2 ga teng bo'lgan aylanadan A, B, O va C nuqtalar olingan. A, B, B, C va C, A bir-biriga teng bo'lsa, xo'p, vektor yig'indining qiymati so'ralgan. Demak, aylana markaz demak O nuqta va bunda 3 ta nuqta olingan. A, B, C nuqtalar olingan. Demak, yoylar bir-biriga teng bo'lish kerak ekan. A, B, B, C, C, A. A, B, B, C, C, A. 3 tasi bir-biriga teng ekan yoyim. Bu degani mana bu burchaklarimiz ham teng bo'lib qoladi. 360 bo'lsa 120 gradusdan bo'lib qoladi burchaklarim. Demak, OA ga biz qo'shishimiz kerak OB ni. Demak, mana bu yerda parallelogramga to'ldirsam, katta diagonali bu ikkovining yig'indisi bo'ladi. Yig'indi OA bilan OB ning yig'indisi, ya'ni bu ikki mana 120 bo'lsa, mana bu yog'i 60 bo'ladi va bu muntazam uchburchak bo'lgani uchun bu 2 bo'lib qoladi. Bu ham 2 va bu ikkalasi bir-biriga teskari bo'lgani uchun 2 ayrilgan. Ana endi mana bu yoq qoldi. Yig'indi vektorim 2 bo'ladi mana bu. Xo'p, minus, bunisi minus 2 bo'ladi. Shunda 2 plus 2 bo'ladi, javobi 4 chiqadi. Demak, to'g'ri javob B kalit bo'ladi. Navbatdagi 20-savol. Kvadrat yuzi 1 bo'lsa, parallelogram yuzini hisoblang degan. Demak,
Har bitta tomonni x deydigan bo'lsak, bu yog'i ham 3x bo'ladi, bu yog'i ham 3x. Demak, 3x ko'paytirilgan 3x ta bo'ladi. Bu 1 ga teng ekan. Demak, 9x kvadrat 1, x kvadrat teng 1 taqsim 9 bo'ladi. Ana endi parallellogram yuzini hisoblaganimda asosi demak 1 2 3 4x bo'ladi. Balandligim h balandligim 3x bo'ladi. Demak, buni yuzi 4x ko'paytirilgan 3x ga teng bo'ladi, ya'ni 12x kvadrat. 12 ko'paytirilgan x kvadrat o'rniga 1 taqsim 9 olamiz. 3 ga qisqartirsak 4 taqsim 3. Demak, 1,3 dan 1 chiqadi, to'g'ri javob. Navbatdagi 21-savolga o'tamiz. 7 ni 2022-sini oxirgi raqamini toping degan. Demak, 7 ni darajalarini yozib chiqaman. Birinchi darajamiz 7 kvadrati bo'ladi 49, 9 bilan tugaydi. Kuba 3 bilan tugaydi. 4-darajasi 1 bilan tugaydi oxirgi raqami va yana 5-darajasi 7 bilan tugaydi. Bu degani har 4 tada daraja takrorlanadi oxirgi raqami. Darajasi 2022 ni 4 ga bo'laman, shu qoldiq bo'yicha olaman. 4 ga bo'linish belgisidan foydalansam, demak buni 4 ga bo'lganida chiqadigan qoldiq 2 bo'ladi. Demak, ikkinchi darajasi olinadi. 7 ni 2022-darajasi oxirgi raqami demak 2 bo'lib qoladi. 9 bo'lib qoladi. Demak, to'g'ri javob A kalit bo'ladi 21-savolda. Keyingi savol. 4x kvadrat minus 4x minus 3 barobar 0 tenglamaning ildizlari x1 va x2 bo'lsa, x1 taqsim x2 ni kvadrati plus x2 taqsim x1 ni kvadratini qiymatini toping degan. Demak, oldin vet qo'llaymiz bu uchun. 4 ga bo'lib yuboramiz. X kvadrat minus x minus 3 taqsim 4 barobar 0. x1 plus x2 1 ga teng. x1 x2 minus 3 taqsim 4 ga teng. Hisoblashimiz kerak bo'lgan narsani soddalashtiramiz. x1 taqsim x2 ni kvadrati plus x2 taqsim x1 ni kvadrati. Umumiy maxraj beradigan bo'lsak, bunga x1 ni kvadrati, bunga x2 ni kvadrati. Demak, yuqorida x1 ni kubi qo'shilgan x2 ni kubi. Maxrajda x1 x2 ni qavs kvadrati bo'ladi. Yuqoridagi ifodani x1 plus x2 ni qavs kubi minus 3x1 x2 kari x1 plus x2 deb yozsak bo'ladi. Taqsim x1 x2 ni qavs kvadrati. Ana endi o'rniga qo'yib hisoblaymiz. Demak, yig'indim 1 kubi ham yana 1 ga teng bo'ladi. Minus 3 ko'paytirilgan, ko'paytmani o'rniga minus 3 taqsim 4. Yig'indan o'rniga yana 1 ni olamiz. Taqsim minus 3 taqsim 4 ni qavs kvadrati. Yuqorida demak 1 plus 9 taqsim 4 bo'ladi. Pastida kvadrati demak 9 taqsim 16 bo'ladi. Surat maxrajini 16 ga ko'paytirsak 16 plus demak 36 bo'ladi. Taqsim 9 chiqadi javobi. 52 taqsim 9. Demak, to'g'ri javob A kalit bo'ladi bu savolda. 22-savol. Y barobar 2x kvadrat minus 11x funksiya x ning nechta natural qiymatida manfiy qiymat qabul qiladi degan. Demak, 2x kvadrat minus 11x ni 0 dan kichik qilib yechamiz. Va bizdan x natural yechimlar so'ralgan. X ni olib chiqadigan bo'lsak, 2x ni x minus 11 taqsim 2 qoladi, kichik 0. 2 ni qisqartirib yuboraman. Musbat son bo'lgani uchun tenglik o'zgarmasdan qoladi. Qolganini intervalga joylashtiramiz. Xo'p, 0 bilan 11 taqsim 2. Musbat, manfiy, musbat. Bizga demak manfiy joy kerak. 0 dan x'im 11 taqsim 2 gacha, ya'ni 5,5 gacha va x tegishli natural. Demak,
Bu shartni bajaradigan yechimlarimiz 1, 2, 3, 4 va 5. Demak, 5 ta bo'ladi javobi. Akalit 22-savol. Navbatdagi 23-savolga o'tamiz. Funksiyani x 0 teng pi taqsim 8 nuqtadagi hosilasini toping degan. Oldin funksiyani hosilasini topib olamiz. Y hosila. Demak, bu sinus kvadrat 2x plus pi ni minus 1 darajasi desak, yoki shuni mana buni minus 2 darajasi desak, darajadan hosil olamiz birinchi. Minus 2 oldiga tushadi, darajasidan 1 ayirib tashaladi. Minus 3 2x plus pi. Murakkab funksiya bo'lgani uchun sinus 2x plus pi ni o'zidan ham hosil olamiz. Sinus hosilasi kosinus 2x plus pi bo'ladi. Ichini hosilasi ham ko'paysa, demak 2 bo'ladi. Demak, minus 4 kosinus 2x plus pi taqsim sinus kub 2x plus pi bo'lib qoladi. Ana endi qiymatini o'rniga qo'yadigan bo'lsak, minus 4 pi taqsim 8 o'rniga qo'ysak, pi taqsim 4 bo'ladi. Demak, kosinus pi plus pi taqsim 4 taqsim sinus kub pi plus pi taqsim 4. Pi plus alfada, demak, ikkalasi ham keltirish qilib oladigan bo'lsak, yuqoridagisi minus 4 kosinus pi taqsim 4, pastdagisi minus kosinus bo'ladi. Minus kosinus pi taqsim 4. Bunisi ham minus sinus pi taqsim 4 ni kubi bo'ladi. Minus 4 ko'paytirilgan. Buni chiqadigan minus bilan bu qisqaradigan bo'lsa, tepadagi ildizosi 2 taqsim 2, mahrajdagi ildizosi 2 taqsim 2 ni kubi. Bittasi bu bilan qisqaradi. Minus 4 ildizosi 2 taqsim 2 ni kvadrati qoladi. Minus 4 taqsim, demak bu 2 taqsim 4 1 taqsim 2 bo'ladi. Bo'ladigan bo'lsak minus 8 chiqadi. Demak, to'g'ri javob A kaliti 23-savolda. 24-savol. ABCD trapetsiya kichik asosi BC va yon tomoni CD o'zaro teng. Trapetsiyaning yon tomoni 8, katta asosi 16, o'tkir burchagi 60 gradusga teng. Ushbu trapetsiya katta asosi AD atrofida 360 gradusga aylantirishdan hosil bo'lgan jismni hajmini toping degan. Demak, trapetsiya, demak A, B, C, D trapetsiyamiz ekan. Xo'p, kichik asosi BC va CD yon tomonlari o'zaro teng. Mana bu ikkovi bir-biriga teng ekan. AB tomoni 8, katta asosimiz 16 ga teng ekan. Xo'p, burchak A ni qiymati 60 gradusga teng. Katta asos atrofida 360 gradusga aylantirishdan hosil bo'lgan jismni hajmini topish so'ralgan bizdan. Demak, aylantirsak, bu yoqda yana bitta xuddi shunaqa shakl. Mana shu holatda bo'ladi bizning shaklimiz. Mana bu joydan bitta balandlik tushirib turamiz vaqtinchaga. Bizda ikkita konus, o'rtada bitta silindr va bu taraf yana konus hosil bo'ladi. Mana bu 90, bu 60, bu 30 bo'lgandan keyin 30 gradus burchak qarshisida katet gipotenuzani yarmi. Demak, bu 4 bo'ladi. Mana bu joyim 4.
Xo'p, bu yog'i umumiysi ana endi 12 bo'lib qoladi. Bu yoqdan yana bitta balandlik tushiramiz. Men balandligini r deyman, chunki men ikkita chetdagi konusni radiusi r ga teng bo'ladi va shu r ni topib olamiz. R kvadrat plus 4 ni kvadrati barobar 8 ni kvadrati. R kvadrat teng 64 minus 16 bo'ladi. R kvadrat barobar 48 bo'ladi. Ya'ni radiusini o'zi 16 kara 3 deydigan bo'lsak 4 ildiz ostida 3 ga teng ekan. Demak, mana bu yog'i ham 4 ildiz osti yo'q. Mana bu yog'i radius 4 ildiz osti 3 bo'ladi. Endi buni x deydigan bo'lsak, mana bu ham x ga teng bo'lsin deyman. Demak, bu ham x bo'ladi. Mana bu yog'i 12 minus x bo'ladi va x ni topib olamiz ana endi. Ya'ni bu qanaqa bo'ladi? Mana bu to'g'ri burchakli uchburchakda Pifagor r kvadrat deganim demak 48 plus 12 minus x ni kvadrati barobar x kvadrat. Ochib chiqamiz. 48 plus 144 minus 24 x plus x kvadrat teng yana x kvadrat. X kvadratlar qisqaradigan bo'lsa 24x barobar 144 plus 48. 12 ga qisqartirsak demak 2x 12 plus 4 2x teng 16 x teng demak 8 chiqadi. Demak, mana bu o'rtadagi bo'lagim 8, bu taraf ham demak 4 ga teng bo'lar ekan. Ana endi bizda hajmni hisoblashimiz uchun hamma narsa yetarli. Birinchi konusning hajmi 1/3 pi r kvadrat h. 1/3 pi radiusiga demak mana buni olaman. R kvadrat demak 48 ko'paytirilgan h ga 4 olaman. Mana bu yog'i balandligi bo'ladi. Demak, 48 3 ga bo'lamiz. 16 4 ga ko'paytirsak 64 pi bo'ladi. Buni V1 deylik. V2 deyman. O'rtadagi silindrni hajmi pi r kvadrat, h ni o'zi pi. Radiusim demak yana shu 48 ko'paytirilgan h ga 8 ni olamiz. Hisoblaymiz. 384 pi chiqadi. Uchinchi konusimiz demak yana hajmi 1/3 pi r kvadrat h pi r ni o'rniga yana shu radius 4 ildiz osti 3 bo'ladi, kvadrat 48. H bunda ham demak 4 ga teng bo'ldi. Demak, bu ham 64 pi bo'ladi. Umumiy shaklni hajmi uchalasini yig'indisi bo'ladi. Mana bu ikkovini qo'shsak 128 pi plus 384 pi. Demak, 512 pi chiqadi javobi. Demak, to'g'ri javob 512 pi bo'ladi.